Assalomu alaykum. Bizni sotuv menejeri kursining birinchi darsida ko'rib turganimdan xursandman. Bugundan boshlab biz sotuvni oddiy mahsulot sotish deb emas, balki professional kasb sifatida o'rganamiz. Ushbu kurs davomida siz mijoz bilan qanday gaplashish, qanday ishonch qozonish, e'tirozlarga qanday javob berish va eng muhimi sotuvni qanday yopishni bosqichma-bosqich o'rganasiz. Xo'p, birinchi savol, sotuv menejeri kim? Va uning biznesdagi o'rni qanday? Ko'pchilik sotuv menejeri deganda telefon ko'tarib narx aytadigan odamni tasavvur qiladi, ya'ni administrator yoki operator deb. Aslida esa bu noto'g'ri tushuncha. Sotuv menejeri bu kompaniya va mijoz o'rtasidagi ko'prik. U shunchaki mahsulot sotmaydi, u mijozning ehtiyojini tushunadi, muammosini aniqlaydi va unga eng mos yechimni taklif qiladi. Ya'ni, masalan, siz kompaniyada yoki startapda qanaqadir mahsulot sotasiz va sizga o'sha mahsulotni o'rganmasangiz va uni qiladigan bo'lsangiz qiynalasiz va shu sababdan siz mahsulotni avvalo o'rganasiz va shu mahsulot siz o'rganganingizdan keyin mijozga aytasiz, ya'ni taklif berasiz, ehtiyojini aytadi va shundan keyin qanaqadir miqdorda diskaunt berasiz. Xo'p, qarang. Siz bilan hozir misol tariqasida ikkita birinchi operator va professional sotuv menejeri suhbatini misol tariqasida aytib berishim mumkin. Masalan, bitta o'quvchi yozayapti Instagramdan yoki Telegramdan. Assalomu alaykum, kurs narxi qancha? Va o'quvchi yoki ma'lumot bering deb yozadi va oddiy operator unga prost ma'lumotni beradi. Ya'ni kurs mana ustozdan yozilgan, masalan video dars aytadigan bo'lsak, mana ustozdan yozilgan, mana bunaqa narx, mana bunaqa ichida nimalar o'rganasiz deb ketadi. Professional menejer esa qanaqa suhbatlashadi? Assalomu alaykum deydi avvalo va ismini so'raydi, familiyasini, sizga masalan IELTS nimaga kerak, chetga ketish uchunmi, ishlash uchunmi, IELTS necha ball uchun, ya'ni IELTS necha ball hozirda darajangiz qanaqa va niyatingiz qanaqa, necha ball topshira olasiz, necha ball olishsiz to'yingiz. Va bu farqda nima bo'lyapti? Birinchi odam prosta ma'lumotlar aytyapti, ikkinchi odam esa mijozni tushunishga harakat qildi, ehtiyojini tushunadi va mahsulot sotishga harakat qiladi. Xo'p, mana shu professional sotuvning boshlanishi muhim qoida marketing mijozdan olib keladi. Sotuv esa uni xaridorga aylantiradi. Xo'p, ikkinchi savol. Sotuv menejerining asosiy vazifalari nimalardan iborat? Ko'pchilik sotuv menejeri faqat sotadi deb o'ylaydi. Aslida esa u bir nechta bosqichni boshqaradi. Aloqa o'rnatadi avvalo. Birinchi taassurot juda muhim. Ya'ni boshni o'zida hayajon yoki masalan noto'g'ri ma'lumot bergan holatda mijoz bilan ayirib qolishi mumkin. Ikkinchi narsa bu ehtiyojini tushunadi. Ya'ni ehtiyojni aniqlaydi. Mijoz nima istayotganini tushunadi avvalo. Uchinchi narsa mahsulotni taqdim etadi, ya'ni foydasini tushuntiradi. Ya'ni masalan, misol tariqasida nima aytish mumkin? IELTS kursini, ya'ni IELTS kursini aytadigan bo'lsak, masalan, siz IELTS kursini o'qiydigan bo'lsangiz, shu darajada masalan 1 oymi, yo 1 oy bo'lmaydi, 3 oy, 4 oy vaqtda siz mana bunaqa darajaga yetib borasiz. Va agar siz masalan o'qib tugatgan bo'lsangiz, masalan, agar o'sha startapda yoki o'sha video dars ichida sotayotgan odamlarda taklif bo'ladigan bo'lsa, ya'ni masalan 7,5, 8 oladigan bo'lsa, pulingizni yarim qaytarib beriladi deydigan bo'lsa, mijoz qiziqadi va u mahsulot sotib olishga qanaqadir qiziqish uyg'otadi va tez sotiladi. Xo'p, keyingi narsa bu e'tirozga javob. E'tirozga javob, ya'ni qimmat, keyinroq, o'ylab ko'raman kabi gaplarga professional javob beradi. Ba'zilar shu etapda o'zida hayajonlanadi, masalan, отказ olgandan keyin o'sha bu soha menga emas ekan deb boshqa sohani egallab ketadi. 5-chi narsa sotuvni yopadi, mijozning qaror qabul qilishiga olib keladi va 6-si eng asosiy narsa qayta aloqa. Ya'ni mijozni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Sababi masalan qayta aloqa agar o'rnatib turadigan bo'lsangiz, keyingi mahsulotni sotish yengillikdan ko'ra bu klientga ancha sifatli va ancha oson. Chunki u sizni mahsulotingizni biladi, sizni mahsulotingizni ishlatib ko'rgan va u narsani ishonch bo'lgandan keyin sizni mahsulotingizni tez sotib oladi. Xo'p. 3-chi savol. Xo'p. Sotuv menejeri qanday bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak? Kuchli sotuv menejeri tug'ma emas, o'rganish orqali shakllanadi. Eng muhim ko'nikmalar: muloqot qilish, ya'ni ravon va ishonchli gapirish. Ikkinchi narsa tinglash, ya'ni klientga savol berasiz va undan ko'p e'tirozlarga o'sha e'tirozini tushuntirib beradi va o'shani tinglagan holatda unga muammosiga yechim berishga harakat qilasiz.
Mahsulotni bilish. Bilmasangiz mijoz ishonmaydi. Ya'ni o'zingiz bilmay turibsiz va unga mahsulotda qanaqa unga plyus bo'lishi va shu narsani aytib bera olmasangiz, klient umuman qiziqmaydi. Psixologiya, ya'ni har bir mijoz bilan har xil gaplashish kerak. Har xil ravon bilan har xil, masalan, qiziqib gaplashadiganlar bor, strogi gapirishadigan bor. Ya'ni, har xil xarakter bor mijozlarda va shu mijozlarni xarakteri orqali siz hammasiga mos qilib bersangiz, siz ular bilan bemalol gaplasha olasiz. Oxirgi narsa, eng asosiy narsa intizom. Vaqtida javob berish, qaytib olinish. Esda tuting, ko'p gapirgan emas, ko'p tushungan sotadi. Hop, 4-savol. Yaxshi sotuv menejeri oddiy sotuvchidan nima ajratib turadi? Oddiy sotuvchi, professional sotuv menejeri farqi. Oddiy sotuvchi mahsulot sotadi, muammoni hal qiladi. Ya'ni oddiy sotuvchi mahsulot sotadi, professional esa muammoni hal qiladi. Oddiy sotuvchi narx haqida gapiradi, bir marta sotuv qiladi, rad javobidan xafa bo'ladi. Professional sotuv menejeri esa qiymat haqida gapiradi. Ya'ni sizga qanchalik manfaatli bo'ladi agar bu mahsulotni sotib oladigan bo'lsangiz. Keyingi narsa uzoq muddatli klient mijoz bo'ladi. Ya'ni siz bitta klient, masalan, bitta klient bilan bitta sotuv qiladiganingizdan ko'ra, o'sha klient bilan qolgan mahsulotlaringizni ham sotganingiz ancha yaxshiroq. Rad javobidan xafa bo'lsa, oddiy sotuvchi, professional menejer esa uni tajriba deb biladi. Ya'ni bu bundan xato qildim, keyingi safar bundan xato qilmayman degan maqsadda davom ettiradi. Xo'p, 5-savol. Nima uchun bu kasb juda talabgir? Bugungi kunda deyarli barcha sohalarga sotuv menejeri kerak. Ta'lim, IT, bank, sug'urta, nima holat, masalan, avtomobil, tibbiyot, yana boshqalar ham. Bu kasbning eng katta afzalligi daromad cheklanmagan. Qancha ko'p natija qilsangiz, shuncha ko'p topasiz. Sotuv menejerining asosiy vazifalari bu, ya'ni mana bu yerda ekan. Mana shu yerda, xo'p qarang. Bu aloqa qilish, ehtiyoj topish, taqdimot qilish, e'tiroz yopish, qayta aloqa. Kuchli sotuv menejeri shu 6 bosqichni tizimli boshqaradi. Dars yakunida bugun siz sotuv menejeri kimligini, uning biznesdagi o'rnini va nima uchun bu kasb bugungi kunda eng muhim kasblardan biri ekanini o'rgandingiz. Eng muhim xulosa, bu sotuv menejeri mahsulot sotmaydi. U mijozning muammosiga yechim beradi va u biznesdagi daromad olib kiradi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.